Diqqat, Quyoshda kuchli chaqnash sodir bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq obuna bo'lish tugmachasini bosib, videolarimiz davomida xabardorona like tugmachasini bosib ketishni ham unutmang. Bugun 15-oktyabr kuni olimlar so'nggi oylardagi eng kuchli quyosh chaqnashlaridan birini qayd etdi. Shuningdek, yaqin soatlarda bundan ham kuchliroq chaqnash kuzatilishi mumkin. Bu haqida Rossiya Fanlar akademiyasi Kosmik tadqiqotlar instituti huzuridagi Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi xabar berdi. Qayd etilishicha, bugun 15-oktyabr kuni Quyoshda faollik sezilarli darajada oshgan. Bu hodisa kecha 14-oktyabr kuni prognoz qilingan. Olimlarning aytishicha, bugun Quyoshdagi chaqnashlar kuchi bo'yicha so'nggi bir necha oylik eng yuqori cho'qqiga chiqishi mumkin. Grafiklar Quyosh fon nurlanishining uzluksiz o'sishini ko'rsatmoqda. U sutka ichida 4 baravarga oshdi va M darajasiga yaqinlashmoqda. Boshqacha aytganda, Quyosh hozir portlashsiz ham kuchli chaqnash darajasidagi rentgen nurlarini hosil qilmoqda, deyiladi laboratoriya xabarida. Ma'lumotlarga ko'ra, u so'nggi 4 oy ichida ikkinchi eng kuchli hodisa hisoblanadi. Shu bilan birga joriy yil yoz boshidan beri ilk bor X darajadagi juda kuchli chaqnash qayd etilishi mumkinligi taxmin qilinmoqda, deyiladi xabarda.